Sotiqiga $2000 dan ham arzonga aylanayotgan joyimizga chiqqan. O'rtoqlar, biz hozir Do'stobod mahallasiga kelganmiz. Chinoz hamda Soldatskiy shunday o'rtasida joylashgan bu mahallamizda 13.8 sotiq maydonga ega bo'lgan yerimiz. Yer hisoblab beramiz deyishyapti. Gaz, svet, suvlardan hech qanaqa muammo yo'q. Dokumentlari joy-joyida. Oxirigacha ko'rib tursanglar, men to'liq obzorlarini qilib beraman. Ko'rayotganingizdek o'rtoqlar, bu yoq to'g'ri burchak shaklda. Bu yoqda xohlasanglar bir nechta xonadon yoki bo'lmasam chorvachilik fermaga moslashtirsanglar bo'ladi. Bu yoqda binoyimizga tushyapti, 4 ta xonadan iborat. Hozir buni ichlarini ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi uzungina koridor kutib oladi. Chap tomonimizda katta bitta mehmonxona. Endi qolgan xonalarga o'tadigan bo'lsak, bu yoq bolalar xonasi. Nima uchun ikkita eshik deyishinglar mumkin. Bu yoq shuni o'rtasidan bo'lib turib, bitta o'g'il bolalarga, bitta qizlarga xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Oyoq teglarimizda to'pli pol bo'lgan. Mana bu burchagimiz bo'lsa, sanuzilga joy qoldirilgan. Issiq suv, sovuq suv, mana bu yoqda mana gaz ham kelgan. Oshxonani o'zini mana shu o'zida ixchamgina qilib joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi va bizada oxirgi xonamizga qolyapti. Bu yoq родительский spalnyamiz o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib, baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman, Do'stobod mahallasiga kelganmiz. Chinoz hamda Soldatskiyning o'rtasida joylashgan 13.8 sotiq maydonga ega bo'lgan mana shu joyimizga $27,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joylar bo'ladi. Srochniy sotilyapti. Egalarining raqamini qoldiraman, o'rtada makler bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlardan yuqoridek bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaydi.